Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Amerika dunyoviy media agentligi Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bilimini mukofotladi. Qirg'izistonning Istanbuldagi bosh elchisi Erkin Samatning o'ldirilishi bilan vazifasidan tashlangan. Xitoy tadqiqot instituti Istanbulda qurildi. Sog'lomlik haqida savod. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. 13 noyabr kuni Amerika dunyoviy media agentligi Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bilimining 2 yildan beri Xitoy hukumatining 3 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va Qirg'iz qatorliq yerlik Turkiya va musulmon xalqlarni tutqun qilib, jazo lagerlariga solash masalasini to'liq dalil isbotlar bilan dunyoga yuritganlik uchun 2019-yillik David Burki jurnalizm mukofoti bilan alohida mukofotladi. Hamda mukofot berish marosimida Uyg'ur bilimi xodimlarining hammasi kollektiv holda sahnaga chiqib mukofotni topshirib oldi. Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bilimining mudiri Olim Setov bu mukofotni topshirib olgandan keyin so'z qilib, o'zining Amerika dunyoviy media agentligiga bo'lgan minnatdorligini bildirishdan sirt yana mazkur bilimdagi muxbirlar va xizmatchilarning Xitoy hukumatining besimi, tahdidi va urug' tuqqanlarni jazo lagerlariga solishga qaramay ko'rsatgan zo'r tirishchanliklarini alohida tilga olib, Uyg'ur bilimidagi muxbirlarning zo'r tirishchanligidan Xitoy hukumatining Uyg'urlarni jazo lagerlariga solash masalasi bugungi kunda bir xalqaro masalaga aylanib, Amerika hukumatining Xitoyni davomli ayblashiga va Birlashgan Davlatlar Tashkilotida davomli bir masala bo'lib o'tirib chiqishiga sababchi bo'lganligini ta'kidlab o'tdi. Bu mukofot har yili Amerika dunyoviy media agentligiga qarashli 5 chong radio stansiyasidagi zo'r natija qozongan yoki alohida tuhfa yaratgan shaxs yoki bo'limlarga taqdim qilinadi. Amerika dunyoviy media agentligi Amerika hukumati tomonidan qurilgan bir idora bo'lib, mazkur idora Amerika ovozi, Erkin Yevropa radiosi, Kuba anglatish ishxonasi, Al Hurra radiosi, Erkin Osiyo radiosini o'z ichiga oladi. Amerika dunyoviy media agentligining qurg'uvchisi David Burkining nomidagi bu mukofot 2001-yildan boshlab har yil tarqatilayotgan bo'lib, Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bilimining tunji qatim bir bilim sifatida mazkur dongli mukofotga erishish bo'lib hisoblanadi. Erkin Osiyo radiosi xabarida Qirg'izistonning Istanbulda turishliq bosh konsuli Erkin Sobukov 10 noyabr kuni Istanbulda Erkin Samat ismli Uyg'ur tijoratchining etib o'ldirilish vaqasiga chetilib, vazifasidan ilib tashlangan. Erkin Samat 10 noyabr kuni kech soat 8 atrofida Istanbulning Fatih rayonidagi bir mehmonxonaning choyxonasida choy ichib o'tirganda qurolli kishilar tomonidan etib o'ldirilgan. Komandarlarning qotillik qilmish muddaosi hozir qadar sir bo'lsa-mu, lekin Erkin Samatning Qirg'iziston bilan bo'lgan savdo munosabati, shundaqla u o'ldirilgan jinoyat maydonining atrofidan Qirg'iziston konsulxonasiga oid to'xtatib qo'yilgan bir avtomobilning tepilishi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'agan edi. Ma'lum bo'lishicha, Erkin Samat ilgari Qirg'izistonning Batkent rayonida Abduriz nomli shirkat qurib, savdo bilan shug'ullangan. Ba'zi xabarlarda Batkentdagi Qirg'iz-Xitoy savdo bozorining uningga taalluq ekanligi, uning oltin savdosi qiladiganligi, uning yaqinqi bir qancha oyda Qirg'izistondan chet el bankasiga nurg'un dollar yetkiganligi ilgari surilgan. Ozodlik radiosining oshkorlashicha, qotillik maydonining atrofidan tepilgan avtomobil Qirg'izistonning Istanbul turishliq bosh konsuli Erkin Sobukovning avtomobili ekan. Turkiyadagi Hurriyet qatorliq gazetlar ilgari bu avtomobilning qotillik voqeasi bilan aloqasi yo'qligini ilgari surgan bo'lsa-mu, lekin Sobukovning bu voqea sababli vazifasidan olib tashlanishi kuzatuvchilarda Turkiya taratqullarining yuqorqi xabariga qarata gumon qo'zg'amoqda. Ozodlik radiosining xabarida qayd qilinishicha, Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov 12 noyabr kuni buyruq tushirib, Erkin Sobukovni vazifasidan olib tashlagan. Qirg'iziston Tashqi ishlar ministrligi shu kuni e'lon qilgan bayonotida avtomobil Sobukovga oid bo'lsa-mu, lekin avtomobilning taxt nomeri Qirg'iziston konsulxonasining nomida qonunsiz tizimga ilinganligini bildirgan. Navbatda Qirg'iziston taratqullarining mazkur voqea haqidagi xabarlarda asosiy tema Erkin Samatning nima uchun o'ldirilganligiga emas, balki uning chet elga qonunsiz pul yetkash, pul yuvish bilan ayblanganligi qaratilmoqda. Bu vaqtdagi xabarlarda uning yaqinqi vaqtlarda Qirg'izistondan 11 chet el bank hisob nomeriga 646 million dollar yetkaganligi ilgari surilgan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Turkiya amallik organlari qotillik voqeasiga chetishliq 3 kishini tutgan. Tutqunlarning ikkisi Qirg'izistonlik, biri Suriyalik ekan. Uyg'ur Akademiyasi to'rbetidagi xabarda 10 yildan beri Turkiyada va boshqa har qaysi davlatlarda aktiv xizmat qilayotgan Uyg'ur Akademiyasi tarkibida Xitoy tadqiqot instituti 2019-yili 12 noyabr kuni Istanbulda qurildi. Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishining pat arada g'alabaga erishish uchun tajovuzchi dushman Xitoyni tonish va uning hiyla-mikrlariga taqobil turish to'liq zarur bo'lmoqda. Uyg'ur Akademiyasi doimiy hayotlari 2019-yili 9 noyabr kuni Istanbuldagi Akademiya ishxonasiga yig'ilib, Akademiya nizomnomasining 33-moddasiga asosan Xitoy tadqiqot instituti qurishni qaror qilib, Akademiya hayotlarining qo'shilishi va Akademiya raisi professor doktor Olimjon Inoyatning tasdiqi bilan doktor Farhad Tangritog'li apandi Xitoy tadqiqot institutiga mudir bo'lib tayinlandi. Va boshqa 6 nafar Uyg'ur tadqiqotchi doktor Tangritog' apandi bilan birga xizmat qilishga bekitildi. Shundaqla institutning tafsiloti pat arada Sharq Turkistonlik qarindoshlar bilan o'rtoqlashiladi. Tez bo'g'imi odam badanidagi eng oson kasal alomatlari ko'riladigan organ bo'lib, insonlar hayotida vazifasi nihoyat og'ir.
Şuna odam badanidagi barliq bo'g'imlar ichida tiz bo'g'imining zo'riqish va harakatdan zaxmlanishi oldin qo'rinda turdi. Tiz bo'g'imi og'rish har qaysi yosh bosqichidagi kishilar orasida bir qadar ko'p uchraydi. O'xshashlar tiz bo'g'imi og'riqining o'xshash bo'lmagan yoshdagilarda ifodalanishimi o'xshash bo'lmaydi. 15 yoshdan ilgari tiz bo'g'imi yetilish bosqichida bo'lib, balog'atga yetish mezgilidagi og'rish tiz bo'g'imi atrofida ko'p yuz beradi. 15 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan mezgilda tiz bo'g'imi mukammal holatda turadi. Harakat qilganda harg'anni belgili bo'lmaydi. Lekin 30 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan vaqtda lipak ko'mirchiki dastlabki mezgilda yenik darajada uxpirab, bir qatim ojizlash mezgili paydo bo'lib, qisqa mezgillik tiz bo'g'imi telib og'rish ahvoli ko'riladi. 40 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan oralikda uzun yo'l mangandan keyin tiz bo'g'imining ichki tarafida osonlik telib og'rish paydo bo'lib, yenik o'g'ilgandan keyin yaxshilanish ko'riladi. Bu hodisaning yetib kelishi kishilarga bo'g'imlarni asrash boshlanganligini eskartadi. 50 yoshdan oshganda tiz bo'g'imi ro'shan og'riydi. Bunun sababi lipak ko'mirchikining ishiltish umri to'shib, ko'mirchak butun qavat uxpirab, bo'g'im yallig'i paydo bo'lganligida. Tiz bo'g'imining umrini uzartish uchun qattiq yerda kuchli harakat qilmaslik lozim. So'ngzib o'ltirish, sakrash, yugurish, arg'amchi sakrash qatorliq harakatlar tiz bo'g'imlarining uxpirishini keltirib chiqaradi. Shunga muvofiq qilish yoki qilmaslik kerak. Suv uzish, velosiped minish, gimnastik harakatlarini qilish bo'lsa, tiz bo'g'imlariga foydali bo'lgan harakat. Ko'proq qilish tavsiya qilinadi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.